Navoiyda bitta odam alimentdan voz kechmagan xotinini mashinada urib ketgan. Opani beldan past falaj bo'lib qolganda, eng qizig'i, mana shu xabar chiqib tarqamaguncha bratga prosta avariya qilgan degan nima qo'yib turilgan. Prosta yo'ldagi qoidabuzarlik bo'lib turgan, mana shu xabar ommalashib ketgandan keyin endi anaqa boshqa moddalar ham qo'shildi. Bilib turib anaqa qilish nima deydi? Odam joniga qasd. Nimaga? Mana shu voqealar, mana shu narsa. Yo'q, men tushunmayman-da. Qonun bor-ku. Nimaga o'sha qonun iminni massaga chiqqan vaqtda ishlash kerak? Nimaga iminni ommaga tarqagan vaqtda ishlash kerak? Bu qonun bor-ku, qonun. Avariya bo'lganida ancha uni qaramaganimda, familiyalarga ham Shu aytayman, xalatnisda, mas'uliyatsizlikda, xalatnis ishga mamnun qo'yib qo'yadi-da. endi jinoyat ishi o'zi avariya bo'lganda, masalan, odam urib ketsa jinoyat ishi ochiladimi yo'qmi? Odam urib ketsa ochilish kerak o'zi. Ha, ochilish kerak. Polibon ochilish kerak, ish jarayonida ko'rilish kerak nima bo'lgan, qanaqa qilingan. Endi masalan, bizda aytmoqchiman, prosta ularda ham jinoyat ishi ochilgan bo'lgan, hozir protsedurasi bor-ku, qaysidir navbat kelishini kutib turgan ish bo'lishi mumkin-da. Keyin publikaga chiqqandan